Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, bizni yangi obunachilar, hammalaringga assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Charchamang. Biz endi YouTube tarmog'ini ishga tushirganmiz. Yangi bunaqa chiqishlarda vaqt bo'lmayapti turadi. Endi qo'ldan kelganicha bugundan Alloh nasib qilsa boshladik. Qo'limizdan kelgancha bugun qanaqa qo'ylar vaqt qanaqa qo'y boqiladi hammasini qo'limizdan kelgancha tushuntiramiz. Bizga xizmat bo'lsa, murojaat bo'lsa, o'zimiz telefon raqamimiz bo'ladi. Behijolat Telegram kanalimiz ham bor. Shu nomerda 4307 da murojaat qilaverasizlar. Qo'limizdan kelgancha tushuntirib boraveramiz. Savob uchun asosiy bu qilayotgan ishimiz. Hozir endi qo'ylarga keladigan bo'lsak, hozir men ko'p aytaman, bo'g'oz sezoni keyin ona bola sezoniga o'tadi. Buni boqishni hozir qo'limizdan kelgancha tushuntiramiz. Bilganimizcha bo'g'ozlarda mana oldi bo'g'ozligi bilinib qolgan qo'ylarni olganmiz. Hop, har ehtimolga qarshi qo'chqor qo'shib qo'yiladi bizda. Endi bilib bo'lmaydi qochmagani bo'lsa deb. Hozir bo'g'oz sezonimizning sababi qo'chqor boqqandan bo'g'oz boqqan yaxshi. Chunki qo'chqor boqsa hech yo'q 1 yil boqish kerak. Bunaqa qo'zi qo'chqorlarni olsa, bo'g'oz qo'ylar olinsa, hozirgi mavsumda bo'g'oz qo'ylar ortiqcha yem kerak emas. Hozir boqishni ham tushuntiramiz. Bo'g'ozni olsangiz, chiroyligidan, sog'lomidan olsangiz, o'sha tuqqani sizni foydangiz bo'ladi. Tuqsa foydada, qo'y bitta tuqqandan keyin hozir eng past haligi odamni qo'rqmay olaveradigan qo'y 3 million bo'lyapti. 2,5 millionlik qo'yni ham olgani cho'chiysiz. O'tirib qo'ymasmikinman deb. Sal endi ularni ham yaxshi bo'lib ketadiganini qaraydigan, biladigan odam bo'lsa yaxshi qilib beradi. Lekin ehtiyot bo'lgan yaxshi. Hozir 3 millionlik eng past qo'y hisoblanadi. 2,5 millionliklari sal mehr talab bo'ladi. Uni maslahat bermay, hech yo'q 3 millionlik olish kerak. Endi bo'g'ozni boqish naqasi ortiqcha unaqa makka, bug'doy, arpa kerak emas. Bularimiz ham hammasi bo'g'oz, xudo xolasa, har o'zi bo'g'ozligi bilinib bo'lgan. Lekin har ehtimolga qarshi qo'chqor yuraveradi, bitta ikkita kelib qolsa. Biz mana siloslarni bosib olganmiz, hashaklarni, zakotobkalarni qilganmiz. Boqishni eng arzon yo'lini tushuntiraman-da hozir. Boqishni eng arzon yo'li bu bo'g'ozlarga bug'doy, makka unaqa narsalar shart emas. Bularga o'zimizda haligi qozoq kepak deymiz, dolli kepak deymiz. Ash kepaklarni silosga ser kepak qilib bersangiz, ashini o'ziga ham bo'g'oz qo'y semirib ketaveradi. Molni boqadiganlar biladi. Mol, bo'g'oz mol shunaqa tez semiradi. Xuddi qo'y ham o'shani o'zi, bo'g'oz qo'ylar juda tez semiradi. Shu ozgina yem yalab tursa, o'zi semirib ketaveradi. Mana shu kelgan, mana shu qo'ylarni kelganiga bir 10 kun bo'lgan bo'lsa, hozir mana shu qo'ylarni egasi tanimaydi deya olmaymiz, lekin hayratda qoladi. Shunchalik o'zgartirib qo'ysiz 10 kun ichida deb. Zo'r o'zgardi mana shu bo'g'ozlar. Bizda endi bori hozir yer yong'oq payani qirqiymiz. Bir mahal oxiriga soldik hozir. Oxiriga solib qo'ydik, yeb bo'ldi o'sha pashti. Hali shom payti bo'lganda hop silosni ser kepak qilib solib qo'yamiz biz. O'zi asli bundan ham zo'ri, agar yer yong'oq bo'lmasa qimmat. Yer yong'oq ham hozir 35 ming, 40 ming bo'lyapti. Mosh endi 15 ming ag'bag'ida bo'lyapti. Endi mana somonda drabilkadan chiqarib, vulkonda drabilkasi zo'r ama. Biz uni guvohimiz şeyda ishlashadi. Vulkonda drabilkasini tavsiya qilaman. Doniyorbeklar, ukalarimiz yaxshi insonlar. O'sha drabilkadan chiqarib turib, silosni mana bu yerda biz to'kib qo'yganmiz, mashiga silosni bosib qo'yganmiz. Sheyga somonni o'sha drabilkadan chiqqanini ollashtirib, zakotobka qilib, ertalabga yetadiganini shuni bosib qo'yiladi. Salapanni yopib qo'yilaveradi. Ertalab olib o'sha har bitta qo'yga o'sha bizni o'zimizning mo'ljalimiz bor, o'sha tag'ralarni biz mo'ljal qilamiz. Oddiy dehqoncha uslub bu.
Ser kepak qilib kepakni o'zini o'sha mana vulqonni kepagidan olib chiqamiz mana. Buni kepakni ham ko'rsatamiz. Mana shuni olib chiqib, mana shu kepakdan. Dollig'i ham bog'ladi ham. Mana shu kepakdan olib chiqib, mana shundan ser kepak qilinsa, xuddi Makka bug'doy bergandaqa qo'chqarni emlaysiz-ku. Xuddi o'shandaqa kepakni o'ziga shunaqa semiradi. Xuddi qo'chqarga Makka bug'doy bergandaqa semiradi. Mana shu kepakni o'ziga silosga o'sha marinavatga o'xshatib, marinovat qilib dimlab qo'yiladi. O'sha yem ham o'sha hashagan bir martada o'sha biz yer yong'oq bor edi, yer yong'oq solib qo'yapmiz. Keyingisiga o'sha silos ser kepak qilib beramiz. Agar iloji bo'lsa, olib qo'yishgan bo'lsa, yana ham arzonchilar. Bu hozir men aytayotgan yemlash uslubi bir kunda mana shu qo'ylarga 2000 dan tushadi. Bor 3000 dan tushsa, 3000 dan tushmaydi, 2000 mana 3000 da o'rtasida. Lekin arzon joyin to'p o'sha samonni o'sha 5000 6000 ligida bosib qo'ygan odam bo'lsa 2000 dan tushishi aniq. Ortiqcha tushmaydi. Bir kunda 2000 dan yeganda 10 kunda 20 kun, bir oyda 60 ming pul oladi. Bir oyda 60 ming edi mana shu qo'ylar. Bu juda ham arzon-da. Bo'g'oz qo'yni olib, hozir yaqin bo'g'oz oladiganlar qidiryapti. Yaqin bo'g'ozlar misoldan 5 million bo'lsa, ikkita qo'y bir xil. Sal kechkiroq, undan 2 oylik kechki qo'y bo'g'ozlarga aniq unaqa yelin solmagan. U 4 million. 1 million farq olyapti. Yelini qo'zg'ab qo'ygan bilan yelin qo'zg'amagani. Men o'shani tavsiya qilmayman, yelin qo'zg'ab qo'yganni. Yelin qo'zg'amaganni olib, o'sha bo'g'ozliga qorin tashab qo'yganiga Allohga tavakkal qilib, olib tashab, qo'chqar qo'shib qo'ying. Bor, undan 2 oy ko'p baqqaningizni ham 2 oyda qancha bo'ladi? 120 ming. Ortiqcha baqqan bo'ladi, rasod qilgan bo'lasiz. Haligi 1 millionlik qo'y olgandan, qimmat qo'y olgandan. Arzonrog'ini olib, tishi yaxshisini olib, keyin 6 tish, 8 tishda odamlar qari qo'y deydi. Yo'q. Sigirni birinchi, ikkinchi tug'mada sigir ochilmaydi mol. 3-chi, 4-chi tug'mada suti ham ko'payadi, bolani ham yaxshi beradi. Qo'y ham xuddi o'shani o'zi. 3-chi, 4-chi tug'mada qo'y haqiqiy topda bo'ladi. 6 tish, 8 tish qo'y eng zo'r bo'ladi. Bolani ham sifatli zo'r beradi, zo'r baqadi ham. Suti ham ko'payib ketgan bo'ladi. Shunaqani tavsiya qilaman. Boshqa yemni keragi yo'q. Mana shu bo'g'ozlar ham mana shu aytdim, 10 kun kelgan bo'lsa, o'sha mana semirib, o'sha qo'chqardan o'tib ketyapti semizlikka. Hammasini misoldan qassob ishlasa, so'ygan oladi. Mana shu qo'ylar 10 kun oldin ham bunaqa badanda bunchalik darajada suv yo'q edi. Zo'r bo'lib ketdi. Xudo xolasa yana tez-tez chiqishlarni qilib turamiz. Alloh nasib qilsa, endi bizning ishimiz ko'payib ketyapti. Hamma yoqqa o'zim yugurib qilganimga qo'yib kelish kerak. Shunaqa yugurlarimiz ko'p. Imkoniyatimizga qarab chiqib turamiz. Alloh nasib qilsa, tez-tez ko'rishib turishga harakat qilamiz. Maslahat bo'lsa, o'sha nomerimiz bo'ladi 4307. O'shanga murojaat qilaverasizlar. Qo'limizdan kelgancha tushuntirib turamiz. Bizni ham mana shu kanalimiz rivojlanishi uchun obuna bo'lib turinglar. Bizning kanalimiz qancha rivojlansa, biz o'shandan haligi energiya olamizda, yana ham haligini ko'paytiramiz. Yugurdi, sizlarga xizmat qilishdi, turli-tuman bilmagan yerlarimizni bilib, topib kelib sizlarga o'rgatishga harakat qilamiz. Yana ham o'sha bilganimizcha yana yangi chiqishlarni qilamiz. Xudo xolasa, tez-tez chiqib turishga harakat qilamiz. Hammalarning like-ni bosib, qo'llab-quvvatlab, kommentariyaga chiroyli fikrlarni bildirib yozib turasizlar. Obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lsalaring biz xursand bo'lamiz. Hammalaringga katta rahmat.